orzu bilan maqsadni chalkashtirmaslik kerak. Mana shuni ko'pchilik farqlanmaydi. Bu kuni men bir joyda Cambridge universitetida suhbat bo'ldi talabalar bilan. Ularga aytib berdim. Maqsad bilan orzuning farqi bor. Maqsad bu aniq ko'z yetadigan joydagi mo'ljallangan, qasd qilingan narsa maqsad bo'ladi. So'zning o'zagidan kelib chiqib maqsad, qasd qilasiz uni. Siz qachon qasd qilasiz? Ko'zingiz yetadi, o'shani zarur deb bilasiz, keyin qasd qilasiz, to'g'rimi? Lekin orzu-chi? Orzuda bu narsalar yo'q. Orzuga ayb yo'q deydi-ku. Oyni orzu qilasizmi? Marsga chiqishni orzu qilasizmi? Qilavering. Orzuga ayb yo'q, orzuni qilaverasiz. Lekin orzu bilan maqsadga munosabat ikki xil. Orzuga yeta olmasangiz aybi yo'q. Bir o'sha juda katta martabani orzu qildingiz, lekin hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi, aybi yo'q, mayli. Lekin siz men falon ishni bajaraman, falon xizmatga erishaman, degan maqsadni qo'ydingiz. Endi unga erishmasangiz endi ayb bo'ladi.